Agarda sizning videolaringiz umuman prosmotr olmayotgan bo'lsa yoki bor yo'g'i 100 ta 200 ta prosmotr olayotgan bo'lsa, siz muammo mening videomda deb o'ylashingiz mumkin. Lekin aslida muammo sizning videongizda emas, balki siz uni noto'g'ri joylayotganingizda. Hozir men sizlarga YouTube ga o'zim videolarimni qanday joylashimni ko'rsatib beraman, qanday qilib videoga nom qo'yish, qanday opisaniya yozish, qanday qilib tag yozish, xullas barchasini ko'rsataman. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Xo'sh do'stlar, birinchi bo'lib biz kompyuterdan Google Chrome brauzeriga kirib olamiz. Agarda sizda telefon bo'lsa, telefonda ham Google Chrome brauzerini Play Market orqali yuklab olishingiz mumkin va aynan ushbu brauzer bilan videoni yuklash yaxshi bo'ladi. Xo'sh, birinchi navbatda biz do'stlar YouTube saytiga kirib olamiz va bu yerdan Create tugmasiga bosib Upload videoga bosamiz. Undan so'ng biz papkamizga kirib, o'zimiz yuklamoqchi bo'lgan video faylini topamiz va ushbu faylni yuklashdan oldin bir narsaga e'tibor beramiz. Ya'ni bu videoning nomi. Do'stlar, ba'zi youtuberlar aytadi, videoni yuklayotganda iloji bo'lsa video nomini mana shu mavzumizga moslab qo'yishimiz kerak. Masalan, hozirgi yuklayotgan videomiz Minecraft haqida 100 ta fakt bo'lsa, Minecraft deb yozish kerak yoki bo'lmasam Minecraft haqida 100 ta fakt deb yozish kerak. Shunda video zo'r ketadi deydi. Yo'q do'stlar, bu hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Eng muhimi do'stlar, ban so'zlarni, ya'ni ban word deydi, o'sha so'zlarni yozmasligimiz kerak. Xo'sh do'stlar, eng yaxshi variant bu shunchaki qanaqangidir tushunarsiz raqamlarni yozish. Misol uchun shunaqangi har xil raqamlarni yozib tashlaymiz va bo'ldi. Ushbu videoni olib brauzerimizga tashlaymiz. Mana do'stlar, video yuklanishni boshladi. Biz ungacha videomizni optimizatsiya qilamiz. Ya'ni biz videoni nomidan boshlaymiz. Xo'sh, nomiga men ushbu Vegeta kanalimda bir xil tarzda yozaman, ya'ni Minecraft katta harflarda Minecraft haqida 100 ta fakt. Mana yozdim va ushbu video ikkinchi qismi bo'lgani uchun bitta shunaqangi chiziq qo'yib, ikkinchi qism deb yozaman. Mana ikkinchi qism deb yozdim. Bu yerda aslida shunchaki OBS dan video olganman do'stlar, chunki Minecraft haqida video o'sha kanalimda chiqib bo'ldi. Buni prosta sizlarga ko'rsatish uchun yozyapman. Xullas, endi esa opisaniya bo'limiga o'tamiz. Opisaniyada meni kanalimni nastroykasida avtomatik tarzda yoziladigan qilib qo'yganman. Shuning uchun do'stlar, mana birinchisi bu Minecraft, ikkinchisi 100 ta fakt va uchinchisi Vegeta degan hashtag. Ya'ni 3 ta biz hashtag yozamiz. Va do'stlar, sizlarga maslahat beraman. Optimizatsiya uchun bu yaxshi. Mana shu videomiz nomini ko'chirib olib, birinchi qatorga xuddi shunday tarzda yozib qo'yamiz. Videoni yuklayotganda. Shunda qidiruvda videomiz teparoqda chiqishi ehtimoli balandroq bo'ladi. Xo'sh, opisaniyani yozdik, nomni yozdik. Endi pastroqqa tushamiz. Endi biz preview qo'yishimiz kerak ushbu videomizga. Buning uchun bizda ikkita variant bor. Birinchisi bu bitta preview joylash, ikkinchisi A/B testdan foydalanish. Bu do'stlar ko'pchilik bilsa kerak, bitta videomizga biz 3 tagacha preview qo'yishimiz mumkin va YouTube ning o'zi ushbu 3 ta previewimizni test qilib, ya'ni solishtirib, qaysi yaxshi effekt bersa, o'shanasini tanlaydi. Lekin do'stlar, mana shu joyda e'tibor beringlar. Ushbu 3 ta previewdan foydalanganda 3 ta previewni shunchaki nomiga yasab qo'ymanglar. Ya'ni previewlar oddiy bo'lib qolmasin. Negaligini aytaman, chunki YouTube A/B testi previewni CTR dan kelib chiqib emas, balki watch time dan kelib chiqib g'olibni aniqlaydi. Ya'ni qaysi previewimiz ko'p bosilsa o'shanasini tanlamaydi, balki qaysi previewimiz orqali kirgan odamlar videomizni uzoqroq tomosha qilsa o'shanasini tanlaydi. Chunki bu bizdan ko'ra YouTube ga yaxshiroq. Shuning uchun biz agarda 3 ta preview qiladigan bo'lsak, har birini CTR baland bo'ladigan qilib, ya'ni professional qilib tayyorlaymiz. Aks holda shunchaki bitta preview joylaganimiz yaxshiroq bo'ladi. Demak, biz hozircha bitta previewni tanladik va pastroqqa tushamiz. Xo'sh, bu yerda playlist mavjud. Selectni tanlaymiz va videomizga mos bo'lgan playlistni tanlaymiz. Bu yerdan bizga o'yinlar haqida 100 ta fakt va 100 ta faktni o'zini playlistda to'g'ri keladi va biz сохранitga bosamiz. Undan so'ng do'stlar pastroqqa tushamiz. Mana bu ham eng muhim bo'lim hisoblanadi do'stlar. Ya'ni bizdan so'rayapti.
ushbu videomiz yosh bolalar uchunmi yoki yosh bolalar uchun emasmi deyapti. Biz bu yerda no it's not made for kids ni tanlaymiz. Ya'ni videomiz yosh bolalar uchun emas. Ha do'stlar, Minecraft haqidagi 100 ta faktni asosan yosh bolalar ko'rishi mumkin, lekin ushbu videomiz faqatgina yosh bolalar uchun emas. Shuning uchun biz no it's not made for kids ni tanlaymiz. Ya'ni yosh bolalar ham ko'rishi mumkin, yosh kattalar ham ushbu videomizni ko'rishi mumkin. Mana shu bo'limni tanlaymiz. Agar biz yes it's made for kids ni tanlasak, do'stlar, yosh katta odamlarga ushbu videomiz ko'rinmaydi va YouTube Kids degan alohida programmaga videomiz o'tib ketadi va videomiz rekomendatsiyaga chiqmaydi, prosmotri kam bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, har qanday video yuklasalaring ham mana shu ikkinchisini, ya'ni no ni tanlanglar. Va do'stlar, bu yerda yana bitta narsa bor. Ya'ni videomiz 18 yoshdan kattalar uchunmi yoki kichkinalar uchunmi degan bo'lim bor. Bu yerda ham do'stlar no deganini tanlaymiz, ya'ni ikkinchisini. Chunki biz yes ni tanlaydigan bo'lsak, videomiz faqat 18 yoshdan kattalarga ko'rinadi. 18 yoshdan kichkinalarga, ya'ni 16, 17, 15, 14 kirganlarga umuman videomiz rekomendatsiya qilinmaydi va ular hech qachon videomizni tomosha qilisha olmaydi. Shuning uchun do'stlar, bu yerda ham no ni tanlaymiz. Xo'sh, yana pastga tushamiz do'stlar. Bu yerda unchalik muhim narsalar yo'q. Agarda kanalingiz to'g'ri nastroyka qilingan bo'lsa, har bitta videongiz o'zi avtomatik to'g'ri nastroyka qilinadi. Shuning uchun do'stlar, ushbu bo'limlarga biz unchalik e'tibor qaratmaymiz. Va do'stlar, eng muhimi bu yana tag. Tagga do'stlar iloji boricha boshqa videolardan ko'chirib olmaymiz. Ya'ni bizni boshqa videomiz bo'lsa ham undan tayyor taglarni ko'chirib olmaymiz yoki birovni videosidan ko'chirib olmaymiz. Har bir videomiz uchun alohida taglarni yozib chiqamiz. Xo'p, bizda vidIQ plugini o'rnatilgan. Shu uchun bizga mana shunday maxsus mashhur taglarni ham ko'rsatyapti. Bundan ham foydalansak bo'ladi yoki o'zimiz ham taglarni yozib chiqsak bo'ladi. Xo'sh, Minecraft o'zbek tilida bu bizga ma'qul keladigan tag. Bundan foydalanamiz. 100 ta fakt ham to'g'ri keladi, lekin buni sal keyinroq yozamiz. Unchalik ham ko'p tag yozish shart emas do'stlar. Qanchalik ko'p tag yozsangiz shunchalik yaxshi degan gaplar bu yolg'on hisoblanadi. Kam bo'lsa ham zo'r taglarni yozish kerak va shuni o'zi yetarli. Endi do'stlar, tepaga yana chiqamiz va bu yerdan monetizatsiya bo'limiga o'tamiz. Agarda kanalingizda monetizatsiya yo'qilgan bo'lsa, bu bo'lim sizda bo'ladi. Agarda yo'qilmagan bo'lsa, keyingi bo'limga o'tib ketasiz. Xo'p, biz bu yerdan monetizatsiyani yoqib qo'yamiz va keyingi bo'limga o'tamiz. Xo'sh do'stlar, bu bo'lim ham muhim hisoblanadi. Bu yerdan biz hech qaysini tanlamaymiz har qanday taqdirda ham. Ya'ni bu yerda asosan bizdan so'raydi, videongiz yoshi kattalar uchunmi yoki bo'lmasam videongizda qanaqangidir qo'rqinchli sahnalar mavjudmi deb so'raydi. Biz har qanday taqdirda pastga tushamiz va mana shu oxirdagi bo'limni tanlaymiz va submitga bosamiz. Undan so'ng keyingi bo'limga o'tamiz, ya'ni video elements. Bu yerdan do'stlar biz videomizni oxiri uchun end screenlarni qo'shishimiz mumkin. Ya'ni videomiz tugayotganda qaysidir boshqa videomizni tavsiya qilib o'tishimiz mumkin yoki bo'lmasam mana shunday cards deydi, ya'ni podskaskalarni berib o'tishimiz mumkin. Lekin do'stlar, men sizlarga ushbu funksiyani ko'proq ishlatishni tavsiya qilmayman. Sababi bor. Agarda odam videomizni tomosha qilayotgan bo'lsa, biz podskaskada boshqa videoni bersak, odam boshqa videoga o'tib ketishi mumkin va bu holda ushbu ko'rayotgan videomizni watch time tushib ketishi mumkin. Ya'ni odamlar bu holatda chalg'ib ketadi. Shuning uchun eng yaxshisi bu end screenlarni qo'shish. Men faqat mana shu end screendan foydalanaman. Ya'ni odamlar videoni oxirigacha tomosha qilib bo'ladi. Shundan keyin esa bizning boshqa videomizga o'tishlari mumkin bo'ladi. Lekin do'stlar, hozirgi vaziyatda men qisqa video yuklaganim uchun end screen joylab bo'lmayapti. Bu juda ham oddiy narsa. Shunchaki mana shu joyga bosib turib, bemalol o'zingiz nastroyka qilib olsangiz bo'ladi. Unchalik qiyin narsa emas. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi
va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Xo'sh, biz oxirgi bo'limga o'tamiz, ya'ni videoni yuklash, ya'ni ommaga olib chiqish. Bu yerda har xil variantlar bor do'stlar. Birinchisi privat, ya'ni videomizni yopib qo'yish. Bu holatda faqatgina o'zimizga videomiz ko'rinadi va boshqa hech kimga videomiz ko'rinmaydi. Siz ushbu variantga qo'yib videongizni bemalol tahlil qilsangiz ham bo'ladi yoki o'zingiz uchun shunchaki kerakli videolaringizni YouTube kanalingizga yuklab qo'ysangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam do'stlar, ikkinchisi unlisted, ya'ni dostuppa ссылка deydi, ya'ni ссылка orqali videomizni tomosha qilish. Bu holatda ham videoni bemalol tahlil qilib, keyinchalik public qilsak bo'ladi, ya'ni ommaga taqdim qilsak bo'ladi. Bu ham yaxshi variant, chunki ba'zida monetizatsiya yo'nalishiga videomiz tekshiruviga ancha vaqt ketib qolishi mumkin. Shuning uchun biz unlistedga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Lekin hozir videomiz tekshiruvdan o'tib bo'lgan, shuning uchun biz unlistedga qo'ymaymiz. Birdaniga publicga qo'yamiz. Bu holatda do'stlar videomiz birdaniga ochiq holatga o'tadi va hammaga ko'rinadi. Yoki bo'lmasam tagidan biz premyerani ham bosib qo'yishimiz mumkin. Bu yerga biz galochka qo'ysak, videomiz premyera tarzida odamlarga birdaniga hoziroq ko'rinadi. Va do'stlar, ushbu ikkinchi bo'lim ham mavjud, ya'ni videoni kelajakka qoldirish. Ya'ni bu degani do'stlar, biz bu yerdan istalgan kalendardagi vaqtni tanlashimiz mumkin. Sanani, misol uchun 10-oktyabr. Bu holatda do'stlar 10-oktyabrda soat 12:00 da videomiz YouTube'ga chiqadi. Yoki bo'lmasam 10-oktyabrni tanlab, bu yerdan soatini ham biz belgilasak bo'ladi. Misol uchun bu yerdan kechki 8 ni tanlaymiz. Bu holatda kechqurun soat 20:00 da videomiz avtomatik tarzda YouTube kanalimizda paydo bo'ladi. Yoki bo'lmasam bu yerda ham premyerani tanlab qo'yishimiz mumkin. Bunda aynan hoziroq YouTube kanalimizda premyera deb chiqib turadi, lekin 10-oktyabrda kechki 8:00 da videomiz premyera bo'ladi odamlarga. Bunda do'stlar, yaxshi tomoni, odamlar videomizga kirib, like bosib, kommentariyalar yozib, chatda suhbatlashib o'tirishi ham mumkin. Qanaqangidir qiziq videolar bo'lsa, mana shunday premyera qilsangiz bo'ladi. Men esa odatda shunchaki videoni 8:00 da chiqarib yuboradigan qilib yuklab qo'yaman. Xo'sh do'stlar, shu bilan hammasini sizlarga ko'rsatdim. Biz istalgan variantni tanlab turib, ushbu publish knopkasini bosadigan bo'lsak, saqlanib bo'ladi yoki o'sha videomiz YouTube'ga birdaniga chiqib ketadi. Ushbu videoda ko'rsatganimdek qilib, har bir videongizni yuklang do'stlar. Shu holatda videongizda hech qanday muammo bo'lmaydi va videongiz rekomendatsiyaga chiqish ehtimoli kattaroq bo'ladi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Hamda do'stlar, bizning Telegram kanalimiz ham bor. Agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq o'tib obuna bo'ling, chunki u kanalda YouTube bo'yicha ma'lumotlar juda ham ko'p va eng muhimi tekin do'stlar. Shuning uchun opisaniyadagi ссылка orqali hoziroq obuna bo'lamiz va do'stlar, kommentariyaga o'z savollarimizni yozib qoldiramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.